Bu hikoyamiz boshida bu ikki do'stlar birgalikda qishloq topayotgan edi va ikkita do'st ham birgalikda kelayotgandi. Bu hammasi mana shu qishloqni topayotgani, mana shu ikkita bolaning qishloqni topayotganida sodir bo'lgan edi. Va ular shu bilan qidirishyapti, bir-biri bilan gaplashyapti. Uning bittasi men bir qishloq topdim deya aytadi. Ya'ni qishloq ko'rdim deya aytadi. Va shu bilan ular tog'lar va adirlar ora yurayotgan edi va qishloq izlayotgan edi. Va shu bilan ular bir daryoning uzoqdagi bir uyni topib olishadi va bu o'yinchi do'stiga aytadi, men ana bu yerda uy topdim deya, ya'ni qishloq topdim deb aytadi. Va shu bilan do'stiga bu yerga kel, birgalikda boramiz o'sha yerga deb aytadi. Va uning do'sti ham oldiga keladi. U crafterni oladi va men kutib turgin, men hozir qayiq yasayman deb aytadi do'stiga. Va u qayiq yasaydi. Uning do'sti ham yasamoqchi edi, lekin o'pirib tashladi. Balkim shundaydir. Ikkovi bitta qayiqqa o'tirdi. U ham bunga o'tirdi. Va birgalikda ular mana shu qishloqqa kelishdi. Bu qishloq sal g'alatiroq ko'rinadi. Balkim bu qishloq oddiy qishloqdir. Ular shunday deb o'ylashdi va uylarga kirib ko'rishdi. Va bir-biri bilan gaplashdi. Nima deb aytdi bir do'sti? Va ular bir-biriga aytishganida esa bu yerda hech narsa yo'q deb aytdi bir do'st. Balkim o'pirib ko'ramiz deganda baribir hech narsa yo'q deb o'ylashgandi. Va ular uyni ko'p vaqt muhokama qilishdi. Yes deya bitta o'yinchi aytdi. Ular bir qishloq topgandan so'ng yana bir joy topamiz, yana bir uylar topamiz deb o'ylashgandi. Va shu bilan mana shu ko'rayotgan o'yinchingiz yer o'pirayotgan edi va bu yerga chiqib oldi. Lekin bu uydan tashqari boshqa joyda boshqa bir uy topolmayotgan edilar. Lekin mana yana bir qishloq topishdi. Bu yerda mana deya bitta o'yinchi aytdi. Ular sekin-asta yiqilmasdan kelishdi. Lekin shu vaqtda kech ham tushib borayotgan edi. Ular qo'liga torchini, mash'alani olishdi va yuraverishdi, chunki birini yoritish kerak edi. Va shu bilan ular adirlarni qovlab, daraxtlarni o'pirayotgan edi, chunki ularga kerak edi bular. U mana shu bloklar bilan foydalanayotgan va bir do'sti aytdiki, men bilmayman bir narsani deya. Bu yerda xuddi faqat bitta narsa bor deya aytdi. Va daraxt o'pirishdi. Balkim ular u daraxtga chiqib olishi mumkin. Chunki ular daraxtga chiqa olib, butun bir joyni ko'rishmoqchi edi. Lekin topganlarda faqat ikkita uy topishdi. Va boshqa hech qanday bir uy topa olishmadi. Balkim topilar, bu ma'lum emas. Va ular bir-biri bilan gaplashayotgan edi. Va bir do'sti aytganiki, bu yerda faqat bir narsa bor deyishdi. Ular bir-biri bilan yozishaverishdi. Bu umuman normal bir joyga o'xshamaydi deb bir do'sti aytdi. Va shu bilan bu sakrab
waterdrop qildi. U qilichi bilan ketayotgan, chunki hamma o'yinchi biladiki, kechda aniq bir maxluqlar bo'ladi. Bu yerga keldi, bir do'sti aytdi. Nega deb aytdi? Nima uchun? Ya'ni nimaga deb aytgan edi. Bu do'sti balkim bir narsa topgan bo'lishi mumkin. Ular yana bir joyga yugurishdi. Lekin qarasa, qishloq mana eng birinchi topgan uyi yo'qolib qolgan edi.